Aka bu joyda o'zi gidroudan ko'zim tushib qoldi. Abror aka bu joydagi ob'yom kvadrat necha kvadrat hozir? 700 kvadrat. 700 kvadrat. Kotel 300 kvadratdami shunda? Yo'q, kotelimiz bittasi 600 kvadrat. Bu 400 kvadrat. Bu ham 400 kvadrat. Bu elektriskiya. Bu elektrический. Gaz reduktorli italyanskiy bo'lgan ekan. Ha, biz Madas firmaniki bo'lgan, italyanskiy. Tushunarli. Bu joyda ham toplik ham radiator, shu Ham to'liq bo'lgan, ham radiator. Bu boiler подключение kotel. Wi-Fi ga ham ishlaydi. Wi-Fi ga ham ishlaydi. Okey, nima sabab har bitta liniyaga termometr qo'yib foydalanilgan bu joyda? Bu joyga sistemamizga antifriz haylaganmiz. Polnis antifriz. Polnisda 700 kvadrat joyimiz antifriz. Antifrizni har bitta liniyadagi davleniyasini bilib turish uchun. Son asosimiz 5 shumli bo'lib, kechqurun ishlatilganda hech kimga malol kelib qolmaydi, ovozdan chiqazmaydi. Ishlagani ham bilinmaydi. Bu joyda gidroudan foydalangan ekan. Buni xususiyatlari, buni foydali tomonlari. Gidroudan nasosimiz katta davleniya turgan holatda, sistemamizga suv bergan holatda, semiztitrlarni boshqa bir texnik nosozlik bo'lmasligi uchun xavfsizlik olish uchun bu o'ziga udara qabul qilib oladi. Sizga ham shunaqangi sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, protein murojaat qilaverasizlar. Agarda shunaqa umumiy holatda isitish tizimi qiziq bo'ladigan bo'lsa, Abror aka nomerlarini qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqa chiqaverasizlar.